Assalamu alaikum qadrli xalqimiz. Qadrli Sharqi Turkistonlik va Uyg'uristonlik xalqimiz. Vatanning ichi-teshidagi barliq xalqim men oldimizda kelayotgan hech munosabat bilan ig'iz gap qilaman. Tunugun hammanglar tunudinglar qadr kechisi. Bugun yana Ramazonning oxirigacha Allah'dan tileklerimizni tilep tünek kılımız. Bütün dünyadaki qarindoshlarimiz vatanning ichidagi azap tatıyotgan, vatan ichi-teshidagi, hatta Suriyadagi, Tayland'dagi, Qirg'iziston turimizdagi vatanning Xitoy o'lkalariga aketgan xalqimiz uchun qilayotgan duolaringlar ijobat olsun. Qo'shib shuning bilan mening birga duolarimiz ijobat olsun. Hem qadr kechisini tabriklayman. Allah sizlarga amallık ve Allah'ın rahmeti bizning xalqimizga yağsın. Bizning xalqimizmi başqalardek bir kuladigan kunlar ve azatlıqqa chiqadigan kunlar, davlatimiz qo'limizga qaytib keladigan kunlar yiqilishib qolgan. Qarindoshlar, men bugun hech munosabat bilan oldimizda kelayotgan hetinglarni tabriklayman. Hem mushu hech munosabat bilan sizlarga shunday bir salomlarim bor. Bu hep bizning azap okubat tatıyotgan kunlarimizda keldi. Lekin men bu Ramazonda nimani ko'rdim deganda, nihoyatda rozi bo'lgan bir ishlarim bo'ldi Ramazon. Garchi vatandagi xalqimizni ozod qilolmasakmi, bizning chet eldagi Uyg'urlarning qanchalik bir-biriga mehribon bo'lganligini, qanchalik yetishganligini, qanchalik bir-biriga davomli hamkorlashganligini ko'rib ketdim. Mushu Ramazonda dunyoning hamma yeridagi pul tapkan savdogarlarimiz, baylarımız, iqtisadi jihatdan biraz yükselgen halkımız, tövünü $1 yukarısı çeksiz özünün Türkiye'deki qarindoshlarına, Tayland turimizdagi, Qirg'iziston turimizdagi ve dünyanın hamma yeridagi qarindoshlarına özünün yardım qo'lini sundu. Hamma adam biz aşağı yardım qilishimiz kerak deb o'rnidan dasturdi. Bir kunlik tamığımızda yemesek şunun pulusunu bersek, yığılsa bir gap bop qaladik. Mana men Uyg'ur Amerika uyushmizda yig'latgan pullarga haqqi qo'lni sungan haqdan o'zimizning xalqimizning aşınchilik ko'ngilligini ko'rdim. Uyni Kanada, uyni Avstraliya, uyni O'rta Osiyo, uyni Turkiya, uyni Yevropa, dunyoning hamma yeridagi ozroq iqtisodiy yuksalgan qarindoshlarim o'zining namratlikda, sergandarlıkta, azap çekivatkan, ilacısız kalan, pasportsuz kalan, nopussuz kalan, ikametsiz kalan, telmirip tuğan küçük balılar ve ayallar ve erler ve niziyalilerimiz özü diyenmeyi yıkılavatkanlarına koludun kirişçe yetkizip verdi. Ben şuna bütün dünyadaki teşkilatlar başlıkına çin ko'nglimda rahmet etmem. Muşu körünlük rolunu oynap, muşu iqtisodni yig'ib aşağı bağında ve Türkiye'deki barliq teşkilatlarga rahmet etmem. Türkiye hükümetiga, Türkiye halkıga rahmet etmem. Türkiye hükümeti, Türkiye halkımı nurgun iqtisod ve nurgun yemek içmekliklerini teşkilatlarga ajratdı. Öy-öylerge apırıp taqatdı. Meyli o az olsun, meyli o yok olsun, meyli cık olsun. Muşu Ramazan'da, muşu azap okubat tatip, keselden öydün talağı çıkanmay, işleyenmay, yatka vaxtıda bizning xalqimizning azroq olsun aşka yeri var. Bunun için ben bütün dünyadaki sahavetçi, şafaatçi qarindoshlarımның Allah tileklerini icabet kılıp, birinin ornuğu minlarca, milyonlarca Allah bəsin ve o dünyalığını ve bu dünyalığını Allah'dan sorayımız. Rahmet sizlerge. Rahmet teşkilatlar, rahmet iqtisod tapkan, pul tapkan baylar, rahmet xalq. Bu Ramazan'da muşundaq bir rol oynadık. Endi biz nemi birleştirdik dese, neçe vaqtin birleşmedik degan. Birleştirish degan muşu. Muşu birleştirdi bizni. Muşu birimizni yetaklaydi. Endi bizning mayli Türkiye, mayli başka yerde bir qism qarindoshlarımizga balkim teganmay qolgan bo'lishi mumkin. Bunu yani davomli surishti qilib, shu qarindoshlarımizga yani tekkizinglar. Biz hergiz
bir-birimizni unutup kalmaymiz. Bunu muşunda kığa vaktimizde vatanni mustaqil qilib qo'lga ola olamiz. Qarindoshlar, bizga mustaqillikdan boshqa hech qanday chiqish yo'li yo'q. Shuni bilib olinglarki, biz faqat vatanimizni qo'limizga elib, davlatimizni asliga akamlasak, faqat o'lib tugaymiz. Endi buningdan keyingi qadimimiz bizning necha vaqtdan Uyg'ur xalqining dunyoga tunutish bo'ldi. Uningdan keyin necha odam o'ldi, mancha odam o'ldi, ancha odam o'ldi deganni anglatish, turmuq mandas kundalik ahvollardan report va dosya yozish bo'ldi. Guvalıqdan ötüş bo'ldi. Qarindoshlar, hozir butun dunyo bizningki nim bo'lganligimizni bilib oldi. Bilib bo'ldi. O'layotganligimizni bilib bo'ldi. Turmudir ishkirda qizlarimiz hammani bilib bo'ldi. Yana desak qarindoshlar, biz endi mustaqillikni demak buni da'vatsak, Xitoy bizni o'ltirib ko'nib qolgandek bularni anglab berib, ha, deb moslashib qolmasin qarindoshlar. Bundan keyin biz mayli siyosiy tashkilotlar bo'lsin, mayli kishilik huquq tashkilotlar bo'lsin, mayli jamoat arboblar bo'lsin, cho'qim bir jamoat arbobidan bir yadroli guruhni qurib, Uyg'ur xalqining endi taxirsiz mustaqil bo'ladigan vaqtining yetib kelganligini, bizga mustaqillikdan boshqa yo'lning yo'q ekanligini dunyoga sözümüzni anlatışımız gerek, hem dünyanın aklımızga ekilişimiz gerek, hem hayır kılışımız gerek, hem halkımızda turguzuşumuz gerek, hem Xitay hükümetiga qattiq signal berishimiz gerek. Qarindoshlar, yetimlarni muboraklash bilan birga bu sadorimni sizlarga yetkazib qo'ydim. Oldimizda kelayotgan yetimlar muborak bo'lsin. Alloh yana bir yetni vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uristonda o'tkazgan nasib qilsin. Rahmat sizlarga.